Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz görüb turganlaringizning Shumbalayanda bo'ladi. Bu yanımıza keladigan bo'lsak, Stadion Dekkan Market yine archamiz yönüb turibdi hurmatli yurtdoshlar. Bu yanımıza keladigan bo'lsak, yine Karat Cafe park bo'ladi. Dekkan Bazar. Bu yanımız Dekkan Bazar park Karat Cafe. Bu yanımızda Darital Urdu Üniversitet şehrimizin Kok merkezinde 3. qavatda kirpişi dom zo'r remont etilgan zudlik bilan bir xonalı kvartiramiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizning ichki qismi bilan dam chiqamiz. Gitdik hurmatli yurtdoshlar. Do'stlar, 3-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz sifatli, koreyskiy, yaxshi eshiklardan ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz ko'rib turganlaringizning keng tushgan hurmatli yurtdoshlar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Remont ham, planirovkasini ham ajoyib bo'lib turibdi. Yine ko'rib turganlaringiz umuman joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsasi bilan sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Barcha jihozlari bilan ming joy kamdan kam chiqadi hurmatli yurtdoshlar. Joyga qarang. Dim qimmat yaxshi sifatli narsalarni qo'ygan ekanlar. Bu yerda ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi. Gaz plitalar yaxshisidan qo'yganlar, kuxni mebellarga qarang, ajoyib etib zo'rindan qo'ygan ekanlar. Kirmashin, xolodilnik, bu yerimizda hamma narsasi bor. Dviy konturni katyollari bu yerga qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Joyimizga bir e'tibor bering, dim zo'r. Shuning joyini mendan dim ko'p odam so'rab yuradi. Ajoyib joy, remonti zo'r bo'lsin, giryeri keng bo'lsin demadingizlar. Ine sizlarga topdim zo'r joy. Bu yerimizda o'tirib bemalol choy ichib ovqatlanadigan joy. Bu yerimizda Artel firmasining konditsioneri bor, yine ajoyibidan, tozasidan hurmatli yurtdoshlar. Remontdan o'zlaringiz bu xabar arasizlar. Joyimiz sotuvga chiqdi. Supermoshi aboylardan aboylari qilingan. Giraverish joyimiz Pirixoshka zonasına qarang, ajoyibidan, yaxshisidan qo'yganlar. Bir dim zo'r joy ekan, farishtali, fayzli joy. Dim algan odamni nasib etsin, kimga nasib etsa, yaxshi joy. Bu domimiz kirpishli dom bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Toza dom. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Yine ko'rib turganlaringizda oyoq tiylarimiz laminat pol, gilamlar tashalgan. Remont ham ajoyib etib remont etganlar. Bu yerda hamma narsalar bor. Wi-Fi o'tgan, joyimizda kamera lashtirilgan, hamma yeri televizor, hamma narsasi qoladi hurmatli yurtdoshlar. Barcha jihozlari bilan shundan e'tibor eting. Joyimizning barcha jihozlari bilan hurmatli yurtdoshlar. Berimiz sanuzluyimiz bo'ladi. Sanuzluyimiz ham eshiklarini ko'ring, yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Prosto eshik emas bu hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib eshik. Berimiz esa yine ko'rib turganlaringizning oyoq tiylari kafil, da patologdan kafil qilingan, yaxshisidan qo'yilgan. Yine ko'rib turganlaringizning yarki bo'lib turibdi. Ajoyib bo'lib yine umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Kichkina emas, keng tushgan, akkuratni bo'lib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib. Yine umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sanuzimiz ham arestollari bor. Katyollari bor tozasidan. Bu yanimizda esa bir xonasi bo'ladi. Bu yerimizda bir dona rakovina qo'yib berasizlar hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib bo'lib turadi. Tak, bu xonasına giradigan bo'lsak, bu yerimiz yine bir xonasi bo'ladi. Bu yerimizda oyoq tiylari laminat pol ustidan turayotgan gilamlarni tashlab qo'yibdilar hurmatli yurtdoshlar. Aboydan chiqib turibdi, supermosh yaxshi sifatli aboylarni qilib qo'ydilar yine. Bu yerimiz ham o'ziga yarasha ajoyib. Menga dim yoqdi joy. Joyga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ming joylar, ming remontli joylar kamdan kam chiqadi. Hurmatli yurtdoshlar, aytib o'tamiz. Buning batareyalardan qaranglar, prostoy batareya emas, yoshi qalin batareyalardan qo'yilgan sifatlisidan, yaxshisidan qo'yilgan batareyasi. Aynalarımız akfa aynadan, jaluzi perdeler, mebelleri qaladı, televizorlar qaladı. Görüb turganlaringizning ajoyib joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas yine. Bu narsalar ham qaladi ekan. Nav görüb turgan bo'lsangizlar hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz sotiladi. Eshiklarimiz yaxshi ilik yine, iliklari bor. Ilinib ochiladi bemalol yine. Bu yerimiz ham ko'raverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxina keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 355 milyon so'm.
Cayımız zudlik bilen satıladı, hürmetli yurttaşlar. Cayımız 355 milyon boladı. Ese sağ olanlar, salamet olanlar şunun cay sonra birgen danış bilişlərə tasak koyunlar. Cayımız satığa çıktı. Narxı 355 milyon. Sağ olanlar, salamet olanlar, hürmetli yurttaşlar. Tavsiyə verəmən. Ülgürüb qalınlar, satılıb getişi mümkün. Çünki yaxşı cay. Həmmə nərsəsi bilən normal, narxam əcayib. Mestası dımzor. Birimizdə Darital, Urdu Universitet, Şumbala, stadion, həmmə yerə yaxın. Dımzor mestasına umman gəp buluşum mümkün emas. Sağ olun.